Gel bolalarni uchiga. Qo'ch qancha deysan? 20 mi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ko'radigan muxlislar, Yari TVni ko'radigan obunachilar. Mana bugun biz shu Afg'onistonning Balx viloyati To'qay qishloq, ya'ni har hafta bo'lib o'tadigan juma bozoriga keldik. Mana qurbonlik hayiti yaqinlashyapti do'stlar. Mana bir haftacha qoldi. Mana shu juma bozoridan keyin juma bozori kelmaydi. Undan keyin hayit bo'ladi inshaalloh. Mana hamma kim do'stlar qurbonlik olishyapti. Mana shu qimmat bo'lsin, arzon bo'lsin, mana buqa, qo'y, qo'chqor narxlari hammasini bir-bir ko'rsatamiz aziz do'stlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana shu hayitdan oldingi oxirgi bozor bo'ladi. Bizda masalan To'qay qishlog'i. Shundan keyin juma bozor kelmaydi do'stlar mana. Hamma kim buqa, mana qo'y, qo'chqor olishyapti oxirgi bozor do'stlar. Mana hamma kim qimmat, arzon bo'lsa ham, qimmat bo'lsa ham olishyapti mana qurbonlik. Bu To'qay qishlog'i do'stlar, juma bozor har hafta bo'lib o'tadigan juma bozorimiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana birma-bir video davomida mana buqa narxlarini, qo'chqor, qo'y narxlarini hammasini bir-bir ko'rsatamiz inshaalloh. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Atash. Do'stlar mol olishyapti. Qanchadan o'g'ildilar? 7 9 ming. Saylab olsam 9 mingmi? Mana do'stlar 9 ming afg'oni, 7 ming afg'oni. Mana shu qo'zilar. Mana do'stlar bu yerda katta qo'chqorlar bor. Narx ancha qimmat. Egasi yo'q hozir. Qanchadan bular? Bular raqam. Mana shu qancha? Pol 12. 12 mi? Narxini aytyapti. 160 dollar mana shuni narxi bitta. 12 ming afg'oni. O qozoqlar nereden? Öyle belki. Pa'dan diyişerin yarım bir şey. Evet. Ama şu pa'dan yok boşluğun gibi yani yok iş. 13 yarım mı? 170 dolar diyekti. Alma kaldı. Kançadan diye bunları? Tekrar ya. Bir 5 buna değerli misal yok orada. Gele yaptım. Arka samayet sonra ne? Siz kança diyorsunuz ona? 8 yarım. Burası 120 dolar diyecektim. 120 dolar ben şuna. Şuna 14 ming deyapti, 200 dolar desa, 200 dolar. Mana shu qada qochqorni narxi 200 dolar. Mana do'stlar, mana shu hafta oxirgi hafta, undan keyin hayit bayram bo'ladi inshaalloh. Undan keyin juma bozor kelmaydi. Hamma kim qurbonlik olishyapti-da. Qimmat bo'lsin, arzon bo'lsin, shu juma bozorda hamma shu hafta qo'y olishadi-da. Endi bundan keyin bozor kelmaydi. O'shaning uchun mana bozor juda ham gavjum. Odam ko'p do'stlar.
Qancha deysiz buni? 7 mi? 100 dollar ekan, maydagina bola olib kelgan. 100 dollar. O'zingdanmi? 100 dollar deyapti do'stlar. Mana shu boladan ekan. Assalomu alaykum daya. Qalay dayami? Qancha deysiz buni? 12,5 ming. Mana do'stlar 12,5 ming afqoni deyapti. Mana shu qo'chqorni. Qancha kilo kelar bu? 12,5 ming afqoni. Dollarga bilmadim 170 dollar bo'ladimi shunaqa bo'lsa kerak. 170 dollar. Nereden o geçilir? Geçiler oldu. Bunu qancha deysan ro'ga? 10,5 diyotin. 10,5 deng. Salfan qula aytdilar. 155 dollar deyapti o'sha qozoq qo'yi 155 dollar. Tekan qancha deysan? 12 ming de. Mana bozorga olib kelishyapti shu moldorlar sotish uchun. Bu bozordan keyin juma bozor kelmaydi do'stlar. Hamma kim qurbonlik olishyapti, qimmat bo'lsin, arzon bo'lsin. Qancha deysan tekani? Assalomu alaykum. Tekani? Tekani 18 ming. Oho. Orada 12 ming deb o'tirani, o'ylani. Öyle. Saat tekan. Öyle. Arıyor kayın kadar var. 10 mingdan yo'qdir o. Ala buldu. Mana do'stlar bitta taka bor ekan. 18 ming afg'on deyapti, 18 ming. 200 bilmadim, qarib 300 dollar bo'ladi, qarib 300 dollar. 280 dollarmi shunaqa narx qo'yapti, 18 ming afg'on. Mana shuni. Mana bu yoqda qo'chqorlar ham bor. Adam sustursun sen oğlan. Mana do'stlar, mol savdosi Hayit bayramiga 6 kun qoldi, bizda 6 kun. Hamma kim qurbonlik olishyapti. Juda mol qimmat do'stlar. Buqa, mana qo'y narxlari, echki bor. Benim arabada sarıyor sampai. Ah, milik. Alacak ya. 45 mi? Do'stlar, bu qana narxi 70 ming. Qancha kilo go'sht eder deysan bu? 140 kilo. 140. Götürün varsa 37 al. Oldu mu? 6. Bana bundan 4 yarım derler. Onda o ay der. Bana bunlar. 15 ming dediniz ha? Mana do'stlar 15 ming afg'oni deyapti. 15 ming 200 dollardan 215 dollar. Mana shu qo'chqon narxi 215 dollar. Mana bu yerda bittasi qozoq bor ekan, qozoq.
20 ming deyapti. Shu 290 dollar. Mana shuning narxi 290 dollar. Qancha kilo go'sht edi bu? 45 kilo edi. 45 kilo go'sht qiladi deyapti. 290 dollar narxi. Zaranchdan düşürmabsiz buni? Zaranchdan düşürdim, so'ng yukladim. Yaxshi. Do'stlar, qurbonlik olib uyiga ketishayotganlar ham bor do'stlar mana. Savdo qilishyapti, qo'y, och. Bo'ladi yani. Depti nima? Hayır. 20 ming. Xo'sh. Ona axir oqim 20 ming. 20 ming derim, 19 ming derim kan. 300 dollar deyapti. Qaysini 21 ming deya? Bir zat ko'rsinmi ya? Qo'chmi? Qo'cha. 9 ming diyor ona. 10 ming diyor. Hammasi 21 ming deyam ya. 21 ming diyor. 7 mingdan deyim. Benim varan. Mana. İşte qo'yini 21 ming deyapti, 300 dollar. Şaharit bilen tasbil qiladi. Mana bundadamdan elimga turmani bag'an. Och qancha deya? Gel ara. 10 mi? Mana gel de neferga alsan al bo'lmadi mana. Oyog'i berdi o'jan. Mana do'stlar, bu yerdan qozoq qo'ylar bor ekan, katta. Alman palvon assalom. Necha deysan uni? 18 mi? 18 ming aqvoni. Qozoq qo'y. Qo'ch qancha deysan? 20 mi? Yaxmi? 300 dollar. 4 ishlab berib qo'yishwa, tabii 4 Qancha deyim buni? Hemen 12 ming diyor. 12 ming. Silahdan bana ne kuralım ben? Bitti, geçti bu. Ya bolalar uçu da. Bolalar. Yok olmagan, bilkul olmayadi mana men ütün aldım. Bilkul olmayadi ya. On iki yarım mı? Oluyor mu ne bilkul? Bilkul de yağla. Ya boluyorum. Boluyor ben diyeceğim. Al bana o da hatta da boluyor. Kasa var mı? Ya ya Başka bir karı. Boyundaki bilmeyedik hep paylı gidip de şey gibi de bir boyundaki var. Cuma günü yok da kıllar takılıyor. 16 ming deyapti do'stlar. 230 dollar. Mana shu qora qo'chqorni 230 dollar. Qancha deyding qo'cha? 16 ming deyapti. Mana anchagina semiz qo'chqor ekan. Ancha semiz ekan. 13 ming.